Homiladorlikda uyqusiz tunlar endi muammo emas. Sababi ayol baxti podushkida qanaqa xohlasangiz katta assortimentda albatta qidirgan podushkangizni topasiz. Narxlarimiz 200 mingdan boshlab 480 minggacha. Barcha podushkamizning materiallari va ichiga solinadigan halo fiberlarimizning mahsulotlari bir xil bo'ladi. Farqi shunchaki ularni razmerida bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Barchasi sifatli, pishni yotganingizda cho'kib qolmaydi. Ustidagi navlachkalar yechiladi. Hozir ichlarini ochib obzor qilib beramiz. Qizlarga hozir sizlarga podushkalarimizning bir-biridan farqini aytib o'taman. Bu podushkamiz katta podushkada uxlash xohlamagan xonadonlarimizga tavsiya qilinadi. Narxi 200 ming so'm. Bu tarafi belinglarga qo'yasizlar, qo'shimcha belinglarni podдержка qiladi, og'riqlarni kamaytiradi. Bu yostig'imizning boshqa yostiqlarimizdan farqi bo'yi biroz kichkinaroq, lekin barcha mahsulotlari bir xilda ishlatilgan. Materiallar umuman qizdirmaydi. Bu yostig'imizni farzandingizni dunyoga keltirganingizdan so'ng ham ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol, unaqa kichkina emas, bemalol homiladorlar dam olsanglar bo'ladi. Tavsiya qilib qolaman. Bu podushkamizning narxi 300 ming so'm. Farzandingiz ham mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Bu formali yostig'imiz bilan bo'ylari bir xilda. Bu aynan shunaqa forma xohlovchi homiladorlarimiz uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Narxi 400 ming so'm. Sifatdagi yostig'imiz nafaqat bizani, balki barcha homiladorlarimizning ko'nglidan joy olgan, juda ham chiroyli otзывlari bilan bizani xursand qiladigan yostig'imiz. Narxi 480 ming so'm. Sifati juda ham zo'r. Qorin va bel uchun mo'ljallangan joylari sizni qulay dam olishingizda juda ham katta vazifani bajaradi. Barchalarga, hamma homiladorlar uchun maxsus yostig'imizni tavsiya qilaman. Qanaqa xohlasanglar, albatta o'sha yostig'imizni xuddi shunaqa qilib dastavka qilib beramiz. Qizlarjonlar, podushkamizning navlachkalari zamogi tepa qismida bo'ladi. Ichlari astarli, ko'rib turganingizdek, astarlarida ham zamoklari bor. Zamoklari yechiladi. Halo fiberlari ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p solingan. Bu eng sifatli, oppoq, yumshoq, umuman qichitmaydigan, allergiya bermaydigan halo fiber. O'zingizga qulay qilib, yana halo fiberlarini to'g'irlasanglar bo'ladi. Bemalol navlachkalari yechib yuviladi. Qizlarjonlar, bu yoqda qo'shimcha navlachkalar alohida sotiladi. Narxi 110 ming so'm. Yana bir marta eslatib o'taman. Bu yostiqlarimiz faqat reklama uchun qilingan yostiqlar emas. Bemalol dastavka qilsanglar, xuddi shunaqa sifatda boradi. Bu yostiqlarimiz ham hozir dastavkaga chiqib ketayotgan podushkalarimiz sifati hech qachon sizlarni uyaltirmaydi. Podarkalarga olsanglar ham homiladorlar juda ham xursand bo'lishadi. Chiroyli qilib upakovka qilib dastavka qilib beramiz. Yostiqimizni endi mijozimizga yetkazib berish qoldi xolos. Shunaqa qilib mazza qilib dam olasizlar va albatta bizdan sumka va raddom ham xarid qilsanglar bo'ladi.